Birodarlar, Ummu Salama onamiz hijrat qildi. U davrdagi hijrat bilan, u davrdagi safar bilan hozirgi safarni farqi bor. Tan olinglar, mashina bor, samolyot bor, poyezd bor. 5-6 soatda ancha masofani bosib qo'yamiz. Ammo u davrlarda birodarlar, safar xatarli, mashaqqatli ish hisoblangan. Masalan, o'sha davrda Madina Munavvaradan Basraga qarab biroz safar qilmoqchi bo'lsa, 2 oylab qolib ketar edi yo'lda. Kun bor, tun bor, yomg'ir bor, shamol bor, yirtqich hayvon bor, qaroqchilar bor, sahro bor, issiq bor. O'ylalar oylab yurishlaydi. Endi u davrda Allohning roziligi uchun safar qilgan bu mo'mina ayol bilan hozirgi davrda ibodat uchun safar qilayotgan ayolni safari bir xil bo'lmaydi. Ibn Hishom aytadi, musulmonlar orasida Banu Mahzum urug'idan birinchi bo'lib Habasistonga hijrat qilganlar Abu Salama va uning ayoli Ummu Salama edilar. Habasistonda ularning farzandi Zaynab binti Abi Salama dunyoga keldi. Ummu Salama onamiz o'zini Habasistonga hijrat qilishligini hikoya qilib beradi. Musulmonlar bilasizlar, birinchi hijrati Habasistonga bo'lgan. Ular Najjoshiyning oldiga kelishdi, hadiyalarni berishdi. Najjoshi qabul qildi, musulmonlar omonlikda Habasistonda ibodatlarni qilishni boshladi. Albatta, Quraysh musulmonlarning Habasistonda ekanligini bilar edi. Ularni qaytarib olib kelishlik uchun 2 kishini jo'natishdi. Bu sirat darslaridan mashhur o'qilgan, aytilgan darslar, bunga tafsilotiga berilib o'tirmaymiz. Qurayshning bu 2 elchisi har qancha urinmasin, Najjoshi musulmonlarni Qurayshga qaytarib bermadi. Chunki Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu ularga tilovat qilib bergan oyatlarning ta'siridan Najjoshi ham, yonidagi bitriqlari ham ta'sirlandi, yig'lab soqollari ho'l bo'ldi. Mana musulmonlar Makkada la ilaha illalloh deb qo'ygani uchun Habasistonga ketishlikka majbur bo'lishdi. Haq kalimani aytgani uchun yurtidan quvilishdi. Gohida kishi iymonida, islomida, e'tiqodida sobit tursa, qiyinchiliklarga duch keladi. Nima uchun? Axir Allohning aytganini qilsa mashaqqatga qolish kerakmi? Axir bular Allohning toati dedi-yu. Masalan, bir odam aroq savdosini qilardi yoki boshqa bir harom tijoratni qilardi. Eshitdi, o'qidi, qarasa, qilayotgan ishi Allohga xush kelmas ekan. To'xtatdi harom tijoratni, tavba qildi, yig'ishtidi bu tijoratni. Birdan daromad yo'qib ketdi. Chunki haromning orqasidan yaxshi pul kelyapti, shart to'xtab qoldi. Allohning aytganini qilib, haromdan uzoq bo'lsa, boshqa tomondan ishi yurishib ketmasdan nima bo'ldi? Orqaga ketdi. Bo'ladi shu narsa. Bo'ladi-yu. Odamlar shu bir harom ishni qilsa, harom ishni shat to'xtatib qo'ysalar, orqasidan katta bir daromad, katta bir mablag' kelishligini kutishadi. Shoshib ketadi. Mana bo'lmayapti-yu deydi. Mana xo'p tashadim, protsentga pul olmadim. Mana ishni qo'ydim sen aytgandek oshna. Bo'lmayapti-yu deydi. Yo'q. Endi mana bo'lmayapti-yu deydi. Nima deymiz? Nima deymiz shu odamga? Zarar ko'radi, foydadan qoladi. Nima uchun Alloh taolo itoatga egilgan, Allohning hukmiga bo'ysungan odamni bu narsa bilan bir imtihonga solib, qiyinchilikka soladi? Nimaga? Javob juda ham oddiy, birodarlar. Biz qaysi hovlidamiz? Imtihon hovlisidamiz. Mashaqqat, mehnat hovlisidamiz. Alloh taolo Allohning toatini, narxini to'lashimizni xohlaydi. Biz bergan narx qanchalik qimmat, qanchalik og'ir bo'lsa, qiyomatda manzilatimiz, darajamiz shunchalik baland bo'ladi. Ana shu insonlarni bergan narxiga, to'lagan puliga, qilgan xizmatiga yarasha jannatdagi darajasi belgilanadi. Aroqni tark qilganligi uchun savdosini shart Alloh taolo boshqa tomondan boy qilib qo'yishi mumkin edi ishini yurgizib. Ammo unda bu odam toatning narxini to'lamagan bo'lar edi. Diqqat qiling. Ramazonda roza tutasiz, issiq kunlarda tutasiz, chanqaysiz. Chanqayapsiz. Yana bitta odam boshqa yerda u roza tutmaydi, suv yo'qligidan u ham chanqayapti. U ham suvsizlikdan qiynalanyapti, roza tutgan odam ham suvsizlikdan qiynalanyapti.
qaysinisini qiyinchiligi uni ruhiga, qalbiga xotirjamlik, xursandchilik beradi? Nima uchun? Kim uchun qiylanyapti? Yana nimasi zo'r? Suv bor oldida. Nariga shart ichib yuboradi bo'lsa, bu ham chanqayapti, bu ham chanqayapti. Ammo kim uchun mashaqqat chekayotgani, nima uchun qiylanayotganligini fikr qilib his qilsa, Allohning huzurida manzilatim ko'tarilyapti shu narsa bilan, Alloh meni shu uchun yaxshi ko'ryapti deydi-da, boyaga chanqashligi huzur bag'ishlaydimi? Endi qarang, harom tijoratni qo'ygan odam Allohning itoatini oluvdi, qiyinchilikka qoldi. Bir fikr qilib ko'rsin-da, kim uchun mashaqqat chekyapti? Nima uchun? Mana shu narsa uni narxini, Allohning huzuridagi manzilatini ko'taradi. Birodarlar, sahobalarga nimaga bu mashaqqatlar yetdi? Nimaga o'zini yuzida turib azobga qolishdi? Nimaga chiqib ketishga majbur bo'ldi? Alloh qodir emasmidi Abu Jahlni shart yo'q qilib qo'yishga? Abu Lahabni shunday shol qilib uyga o'tkazib qo'yishga qodir emasmidi? Nimaga Alloh taolo kofirlarga, musulmonlarni azoblashlikka imkon berdi? Kishi mustaqim bo'lganligi uchun mashaqqatga duch keladi. Ona ishni qilib bo'lmaydi, mana ishni qilib bo'lmaydi, mana tijorat harom, mana joyga borib o'tirib bo'lmaydi, ishsiz qoladi. Cho'ntagida bir tiz pulsiz qolgan kunlari bo'ladi. Axir Allohga tavakkal qilsang, seni hamma muammoing meni zimmamga demaganmidi Parvardigorimiz? Nimaga yo'q? Nimaga ish yurishmayapti? Birodarlar, bularda javobi bitta. Bu imtihon bor. Lekin bu imtihon uzoq davom etmaydi. Bu imtihon uzoq davom etmaydi. Lekin shu imtihonga duch kelmay ilojimiz yo'q. Yubtalal mar'u ala qadari dinihi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kishi iymonidagi salobat, iymonidagi quvvatga yarasha imtihonga duch keladi. Iymoni qanchalik quvvatli, salobatli bo'lsa, imtihon shunga yarasha bo'ladi. Agar boshqacha bo'lsa, imtihon ham boshqacha keladi. Sizni ishingiz yurishmayotganligingiz sizga imtihon bo'lyaptimi? Demak, shunga loyiqsiz. Kimga Alloh taolo dard berdi? Demak, shunga loyiq. Bu bari nima? Sinov, imtihon. Alif lam mim hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alloh taolo aytadi, Alif lam mim, odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida tashlab qo'yilishlarini o'yladilarmi? Va laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allohu allazina sadaqu va la ya'lamanna al-kadhibin. Bu imtihon, sinov nima uchun? Faraz qiling, ikkita odam bir xil aroq tijoratini tashadi. Ikkalasi ham qiylanyapti. Qaysinisi iymonida, tavbasida sodiq, bilasizmi? Mana shu mashaqqatda oxirigacha sabr qilganlari. Kimisidir sabr qilmaydi, shat yana shu harom tijoratiga qaytib oladi. Holbuki biz ulardan avvalgi iymon keltirgan barcha kishilarni imtihon qilgan edik-ku. Bas shu imtihon vositasida Alloh albatta rost so'zlagan kishilarni ham, yolg'onchi kimsalarni ham aniq bilur. Shu mashaqqat keladi, ishing yurishmaganda ham, kambag'al bo'lib ketganingda ham ibodatingdan qolmadingmi? Och qolib ketsang ham harom narsaga qo'lingni urmadingmi? Demak, sen sinovdan o'tding. Seni manzilating ko'tariladi Allohning huzurida. Shuning uchun ish yurishmayotgan ukalar, qazini uzolmayotgan birodarlar, bularni bari nima ekan? Sinov ekan. Sinov abadiy bo'lmaydi. U sinov 1 kunlik, 10 kunlik, 5 kunlik tugaydi. Faqat mana shu sinovda oyoqlarimiz toyilib ketmasin. Bu yerda o'tirganlarda so'rasang, ishing yurishyapti deganidan ishim yurishmayapti degani ko'proq. Ham yo'g'im 5 degandan ko'ra ham yo'g'im 3 deyotgani ko'proq. Lekin esimizdan chiqmasin. Qanaqa kun bo'lmasin, nima bu? Sinov. Shuning uchun birodarlar, mana shu imtihonda turgan paytimizda sabr qilaylik. O'zimizni jannatda manzilatimizni yuqori qiladigan amaldan o'zimizni mahrum qilib olmaylik va bir-birimizga sabrda vasiyat qilaylik. Hammalar bilgan sura Val asr innal insana lafi xusr. Asrga qasam, odam bolasi borki ziyonda, faqat 4 ta sifat aytilinadi. Iymon keltirgan, solih amal qilgan, bir-birini haqqa vasiyat qilgan va sabr qilgan.
sabr qilishingiz kerak. Chunki inson o'sha 1 yil, yarim yil ish yurishmay yurar, keyin ish yurishib ketadi. Ish yurishib ketadi. Ana shu mashaqqatli kunlarda yetayotgan moddiy va ma'naviy aziyatlarga sabr qilar ekan,